Yer xazina, mehnat esa kalit degan edi donolarimiz. Darhaqiqat mehnat qilgan inson borki, albatta qandaydir natijaga erishadi. Assalomu alaykum. Agro o'z ko'rsatuvi yana efirda. Bugun biz Bekobod tumanidamiz. Hozir iyun oyi, yilning dehqon uchun eng qizg'in pallasi. Bir tomonda g'alla o'rimi ketmoqda, yana bir tomonda esa ikkinchi ekinga tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. Biz esa sizni bugun bekobodlik haqiqiy mirishkorlar bilan tanishtiramiz. Ham cho'ntakka, ham dasturxonga baraka olib kelayotgan dehqonchilik sirlarini o'rganamiz. Jarayonlar sizga qiziqmi? Unday bo'lsa, yaqin daqiqalar ichida biz bilan qoling. Odamzod qimirlab tursa, yurtboshimiz, tuman hokimligi, mahalla yettiligining ko'magi bilan juda ko'p ishlar qilsa bo'lar ekanda. Haligi natijani ko'rganingizdan keyin odam shoshib ketadi-ku. Muhtaram prezidentimizni ajoyib qarorlari asosida mana shu kichik tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha ish boshlaganmiz. Ariq zovurlar, foydalanilmayotgan yerlar bo'yicha chiqarilgan qaror bo'yicha anchagina ishlarni yo'lga qo'yib olganmiz. O'tgan yili 20 ta edi, bu yil mana 30 taga chiqarib oldim. Sekin ko'payyapti hammasi. Hozir 30 ta yashigim bor. O'tgan yili 150 kilo oshiq asal oldik, toza asal. Yanagi yil, undan keyingi yillarga oilamizni kuchi yetsa ham vaqt yetmay qoladi-da. O'shaning uchun kelgusi yilga qo'shimcha ish o'rinlari yaratamiz deb maqsad qilib harakat qilib kelyapmiz. Baliqxonamiz bor uchun, baliqqa qaraganimiz uchun endi keyin bitta baliqqa qarab o'tirmaylik, yonida shularni ham qilaylik deb to'g'ri o'daylarni qilishga harakat qildik. Mana yaxshi, natijasi yaxshi boqyapmiz. Ayni damda biz Bekobod tumani Nazarboy mahalla fuqarolar yig'indamiz. Bu yerga oilaviy tadbirkorlik faoliyati bilan tanishish maqsadida keldik. Mana shu ko'rib turgan keng dalada Otabek aka Abduvahobov qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha o'z tadbirkorliklarini yo'lga qo'ygan. Hozir ularni bu bo'yicha suhbatga tortamiz. Ular bizga o'z faoliyati, aynan qaysi yo'nalishlar bo'yicha daromad olayotganliklari haqida ma'lumot beradi. Bundan 3 yil muqaddam Milliy tashkilotiga ijara shartnoma asosida himoya zonalaridan yer ajratish masalasida murojaat kirgizdim. Shu asosda Milliy tashkiloti bizga shu ko'rib turgan joylarni ajratib berdi. Ota-bola sekin-sekin harakat qilib ishlarni boshladik. Birinchi yili juda qiyin bo'ldi. Bu yerlarda ahvoli, migrativ ahvoli ham juda og'ir ahvolda edi. Hamma yoq tikon, do'ng. Juda ko'p texnikalar olib kelib ishlatishga to'g'ri keldi. Sekin-sekin yildan yilga takomillashib, sekin-sekin chiroyli joylarni ochib, intensiv chiroyli mevalarni xalqimiz dasturxoniga tortsa bo'ladigan sarxil mevalarni olib kelib ekishni boshladik. Mana bu yil 3-yil, hali oldinda qiladigan ishlarimiz juda ko'p, lekin sekin-sekin oilaviy harakat qilib shu ishlarni bajarib kelmoqdamiz. Hozir bu yerda umumiy 4 gektar oshiqroq maydonda oilaviy tadbirkorlik yuritib kelyapmiz. Biz hozirgi kungacha parrandachilikni yo'lga qo'ydik, chorvachilikni yo'lga qo'ydik, baliqchilikni yo'lga qo'ydik. Asalarichilik bilan shug'ullanishni boshladik. Shun bilan birgalikda mana bog'dorchilikni ham keng miqyosda tashkil qilib, ishlarimizni kengaytirib bormoqdamiz. Bizda 550 tup Pink Lady olmasini ekdik. 100 tup skina gilosi ekdik, 20 tup shponka ekdik, 150 tup har xil navdagi uzumlar ekdik, shaftolilar ekdik, o'rik ekdik, intensiv hisoblangan karmen nokidan ekdik. Hozirgi kunda 1,5 mingta terak ekdik. Ikkinchi yil xudo xolasa buni ham sekin yurgizib boryapmiz. Shu tashkil qilgan bog'imiz qator oralaridan ham unumli foydalanish maqsadida mana hozirgi kunda qovun ekdik. Naryoqlarda pomidor, bolgar, baqlajon, tarvuz mahsulotlarini ekib, xalqimiz dasturxoniga chiqarishga harakat qilib kelyapmiz.
3-yildirki muhtaram prezidentimizni ajoyib qarorlari asosida mana shu yerda kichik tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha ish boshlaganmiz. Ariq zovurlar, foydalanilmayotgan yerlar bo'yicha chiqarilgan qaror bo'yicha anchagina ishlarni yo'lga qo'yib olganmiz. Asosiy ishimiz dehqonchilik, ya'ni bog'dorchilik bo'yicha. Sekin-sekin ishlarimizni kengaytirib, hozir parrandachilik, chorvachilik, tuyachilik, o'rdakchilik, mana baliqchilik ishlarini yo'lga qo'yganmiz. Bog'dorchilikka o'zim qiziqqanim sababli intensiv ko'chatlar topib kelib o'stiryapmiz. Hozir bu yil 3-yili, 3-bargida ya'ni. O'zim qiziqqanim uchun dog' daraxtlarga o'zim qarayman, parvarishini o'zim qilaman. Oila a'zolarim hammasi menga birgalikda yordamlashadi. Sharoitlarimizni ancha ilgarigidan ko'ra yengillashtirib oldik. O'zi to'qayzor joylarida. Mana hozir ko'rib turganlaring o'zini o'zi changlatuvchi skina navli gilos bo'ladi. Payvandagi achchiq gilosga ulangan 100 tup shu daraxtdan ekkanmiz. Mana bu yerda shponka navli gilosimiz ham bor. Bu yil endi birinchi nishonasini ko'rsatgan. Bundan tashqari endi gilosimiz payvandagi achchiq gilos bo'lgani uchun bu 4-yildan hosil bera boshlaydi. Bu yil lekin birinchi, ikkinchi nishonasini ko'rsatdi. O'zi qanaqa ekanligini hozir biz tasavvurga ega bo'ldik. 1-2 yildan keyin mo'l hosil kutyapmiz. Xalqimiz dasturxoniga tortiq qilamiz degan ulug' maqsadlarimiz bor. Sug'orish masalasi bizda endi asosan zovurdan suv olamiz, motopompa yordamida. Aslida 3 kunda bir sug'orilish kerak. Yangi ekilgan nihol bo'lsa 3 kunda bir sug'orilish kerak. Biz endi sharoitimiz jindak ko'tarilmagani uchun bir haftada harakat qilamiz. Shu 5 kunda sug'orishga, uzog'i bir haftada sug'orishga harakat qilamiz. Daraxtlar qiynalib qolmasligi kerak. O'shanga harakat qilib shu qisqa muddatda tez-tez sug'orishga harakat qilamiz. Giloslar o'zi asli intensiv bo'lgani uchun orasini, ko'chatlar oraliq masofasini 2 metr, ko'ndalangiga 4 metr hisobda qilib ekkanmiz. Orasida texnika yurishi uchun yoki orasiga qora ekin, poliz ekinlarimi, rezavor mevalarmi. Hozir endi yer sharoitimiz rezavor mevalarni uncha ko'tarmayapti, lekin qovun, tarvuz, baqlajon, pomidor ekinlarini ekib o'shalardan foydalanib turibmiz. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Yerni strukturasini yaxshilash maqsadida mana organik moddalar, mana hayvon go'nglarini chiqarib solyapmiz. Yerga ishlov beryapmiz. Xudo xolasa 3-4 yilda yerimiz strukturasi yaxshilanib ketsa, endi rezavor mevalar ekish ham niyatimiz bor. Dehqon inson sharoit tanlamaydi. U oldinga qarab intiladi. Shu bir narsa qadadimi yerga, o'shandan bir narsa olish maqsadida bor umidini beradi o'sha yerga. Ter to'kadi. Endi rizq beruvchi Alloh. Biz harakat qilsak Alloh beradi. Ekkan narsalarimiz mana hozir hammasi ham joy-joyiga tushib, o'rnashib, chiroyli bo'lib ko'karib turibdi. Giloslarim ham shu qatorda mana hademay mevasini kutyapmiz. Jonimiz huzurlanadi. Bu dehqon odam bir narsa ekdimi, uni farzandidek gapda, uni ko'karishini ko'rib bir quvonasiz, gullaganini ko'rib yana bir quvonasiz, mevasini ko'rsangiz yana bir quvonasiz. Mana dala boshidan kelyapmiz. Dalani boshida ko'rishingiz mumkin, gilos bog'i tashkil qilingan va aynan oilaviy tadbirkorlikning navbatdagi yo'nalishi bu asalarichilik. Ayni turgan joyimizda asalari qutilari joylashgan. Aynan bu yo'nalish haqida esa bizga Yulduz opa ma'lumot beradilar. O'tgan yili kelgan arilarimiz 1 yil bo'ldi. 1 yil davomida o'zim qarayapman. Dorilashlarni ham o'zim qilaman. Xo'jayinim qarashib turadi. Ular qiziqib olib kelishdi. Qarashga kelganda ularni ko'p chaqdi. Keyin
shunda menga topshirib yuborishdi. Shu bilan qarayapman 1 yildan beri. O'tgan yili 20 ta edi, bu yil mana 30 taga chiqarib oldim. Sekin ko'payyapti hammasi. Hozir 30 ta yashigim bor. O'tgan yili 150 kilo oshiq asal oldik, toza asal. O'rtacha 20 million daromad bo'ldi. Har kuni kelib tozalab turiladi. Tandir quradi asallari tandirlari tozalab turiladi. G'ummaq qo'yadi. Yangi onari chiqarishga harakat qiladi bular. Yangi onari chiqsa, bo'linib chiqib ketib qoladi. O'shunaqa yangi onarilarni tozalab turish kerak. G'ummaklarini olib tozalab turiladi. Dorilab turamiz vaqti bilan, har xil dorilari bor. Qorni og'rib qoladi ko'pincha. Shamollaydi, o'shunaqa dorilari bor. Kanasi bo'ladi, bitti bo'ladi. O'rgamchaklarga nima bo'ladi, dorilab turamiz. Vaqti bilan ovqati beriladi, suvi beriladi. Sirop pishirib beramiz. Yomg'irli kunlarda asosan, keyin asal olingandan keyin avgustda asal olamiz. Avgust 20sidan keyin asal olish boshlanadi. Asal olganimizdan keyin qishga o'zlariga yana zaxira qilish kerak. O'shanda asosan sirop beriladi. Ketib qolganda mana jida daraxtlarimizga qo'ndi. Bu yil ham chiqdi. Ro'y bo'lib chiqishdi. Bo'lindi onarilarim ikkita bo'lib, hammasi o'zidan ko'payishdi. Daraxtlarga qo'nadi, daraxtlardan ramka qo'yib, korobka bilan, yashiklar bilan borib, yig'ishtirib olib kelamiz, yangi yashikka qo'yamiz. Internetlardan o'rganyapmiz, kitobdan. Ko'proq endi haligi ari qarab yurgan, o'zini boshidan o'tgan nimadan o'rganganingiz yaxshida, kelib ko'rsatib, o'rgatib bergani yaxshi. Bitta uyani o'zidan hisoblaydigan bo'lsak, bitta uyada 10 ta ramka bo'ladi. Avgustning oxirigacha 10 ta ramkali uya qilamiz, xudo xolasa bu yil ham. O'tgan yil ham 10 tadan bo'lgan. O'tgan yil sal kamroq olganmiz. Endi bu yil planimiz ko'proq. 10 kilodan har bitta uyadan olsak ham 200 kilo oshiq, 250 kilo oshiq olish planimizda bor. Bizda asalarilarimiz asosan mana shu yerda dalada keng dalachilik bo'lgani uchun fermerlarimiz yerlari, klasterda yerlari bor. Hamma tomonimizga paxta ekilgan. O'sha paxtalardan asalarilarimiz borib ishlab, shiralarni yig'ib keladi. Keyin bu tomonda o'zimizning yerlarimizda dala hamma yoqda yantoq ko'p. Asosiy shirani yantoqdan ham olamiz, asalni. Yovvoyi o'tlar bor. Jidalarimiz gullaganda jidalardan oldi, o'zimiz daraxtlarimizni mevalardan oldi ko'proq shiralarni. Iloji boricha iltimos qilamiz, yerga dori sepayotganda kechki payt ari kirib ketgandan keyin sepinglar. Qanaqa ximikat dori bo'lsa ham kechki paytga sepinglar deb o'sha fermerlarimizga iltimos qilyapmiz endi, iloji boricha. Arini boshqachasiga ushlab qola olmaymiz-da. Qaytarib keladigan narsa emas-da bu o'chgandan keyin. Dori sepilgan joyga baribir boradi, borgandan keyin asalari qaytib kelmaydi. O'lib qoladi joyida. O'zimiz ham ekinlarimizga tinimsiz ximikat dorilar sepamiz. Iloji boricha kirib ketgandan, ari kirgandan keyin uyiga shomdan keyin sepamiz. Ungacha iloji yo'q sepa olmaymiz. Mana arilarimiz, asalarilarimiz ishini qilyapti. Asalni yiqqan, rasplot yaxshi. Onari ishlayapti. Mana bu tomonida ham asal bor, yaltirab ko'rinyapti sizlarga ham. Mana nimalari, jigaranglari rasplot. Yangi ari uyalar o'shalar, yangi ochiladiganlar. Jigarang bo'lib yopilganlar, o'shalar arilar. Ular ochilaveradi, yana asalni ular joyiga yig'ib ketishaveradi. Pechatlaydi oxiri keyin. Mana pechatlash nima degani? Asal yig'ib to'lgandan keyin mana bunaqa qilib hammasini pechatlab yopib chiqiladi. Keyin mana shu pechat kesib olinadi. Mana shu pechatni shu oxirgi tagigacha qiladi. Pechatlangandan keyin u yashik mana ramka to'ldi degani hisoblanadi. Mana shu to'lgandan keyin asal olish jarayonida mana nimasi kesiladi, saqchi deyiladi-ku asalni. Xuddi mana shu pechati saqchi bo'ladi. Onari boshqacha katta, uzun bo'ladi o'zi. Topib ko'rsataymi? Boshqada ekan. Mana tepadagilari ham pechatlangan, yopilgan.
asalari ko'pincha hidlarni yomon ko'radi. O'ta shirin hid bo'lsa ham, keyin haligi mollarimiz ko'p, mollarni ichidan kelib harakat qilib qarasak ham taliydi arilar, qo'ymaydi. Terlagan odamni biladi. Uni barmoqlari chaqadi ko'pincha. Ishlatgan paytimda chaqadi, baribir iloji yo'q, teginadi. Ari chaqsa foydali. Ko'p kasalliklarga dorida. Bu yerlarda birinchi shu baliqchilik yo'nalishini yo'lga qo'yganmiz. Atroflar to'qayaligi juda bir abgor ahvolda edi. Daromad manbayimiz shu baliqchilik bo'lgandan keyin bo'sh vaqt ko'proq bo'lardi. Baliqqa shu vaqtida yemini berasiz. Qolgan vaqt bekor qolasiz. O'ylanib xayolga har xil fikrlar keladi. Chetlarda ham obod qilsak, bir daraxtlar eksak yo bir dehqonchilik qilsak, u narsa qilib daromadni ko'paytirsa bo'lmasmikan degan xayollar ham keladi. Shu tarzda har xil g'oyalarni o'ylab yurganimizda hurmatli prezidentimiz yangi qaror tasdiqlab qoldilar. Foydalanilmagan, o'zlashtirilmagan yerlarni ochish, o'zlashtirish imkoniyatini xalqimizga bergandan keyin qiziqib qoldim o'zim. Keyin sekin tashkilotlardan surishtirdim, nima qilish kerak, qanaqa hujjatlar qilish kerak. Shu prezidentimiz bergan imkoniyatlardan foydalanib melioratsiya tashkilotiga murojaat qildik. Ular ham arizamizni ko'rib chiqib, tez fursatda shu yerlarni melioratsiya ahvolini yaxshilasangiz, mayli shartnoma qilamiz degandan keyin boshladik ishni. Ishlar boshida juda qiyin o'tdi. Avval texnikalar gaplashildi, surish ishlari ketdi. Yerni melioratsiya ahvolini yaxshilashga ancha vaqt, ancha mablag' sarfladik. Shun bilan yerni birinchi ko'rinishi ko'zga ko'rindi. To'qaylar ketdi, do'nglar tekizlandi. Oshda turpoqlar texnikalar bilan toshib chiqib ketildi. Sekin keyin yerimizdan namunalar olib laboratoriyalarga borib tekshirtirdik. Bu turpoqda nima eksa bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi? Qanaqadir ekin bo'larmikin? Yerda sho'ri juda baland edi. Atrofi oppoq sho'r bo'lib ketardi o'sha boshida. Tekshirsak, shu chiqqan xulosalar bilan Samarqand ko'chakchilik institutiga murojaat qildik. Shu turpoqqa mos keladigan, shu turpoqda yashab ketiladigan, ertaga hosil beradigan navlar bo'lsa tavsiya qilinglar murojaat qilganimizda bizga shu intensiv polkarlik mos keladigan ko'chatlar taklif qilishdi. Keyin yildan yilga olib kelib o'tkazishni boshladik. Birinchi yil qiyin bo'ldi. Yerimizda nam turmaydi, melioratsiya ahvoli o'ta og'ir ahvolda. Mahalliy o'g'itlardan foydalanishga to'g'ri keldi. Sekin shunday qilib yerlar birinchi nihollarni ko'kartirdik. Qarasak, harakat qilsa bo'ladiganda odamzod qimirlab tursa, yurtboshimiz, tuman hokimligi, mahalliy yettiligini ko'magi bilan juda ko'p ishlar qilsa bo'lar ekan. Haligi natijani ko'rganingizdan keyin odam shoshib ketadi-ku. Keyin yana ham jadal sur'atlarda harakat qilishni boshladik. 3 yillik natijalarimiz Allohga berar shukr, hammasi zo'r. Daraxtlarimiz mevaga kirdi. Oilaviy sharoitimiz yaxshilanib boryapti. Kelgusida yangi ish o'rinlarini yaratishga borgan sari yaqinlashib kelyapmiz. Birinchi daromadimizdan xudo xolasa 4 ta ish o'rni yaratmoqchi bo'lyapmiz. Yoshlarimiz ham biz orqamizda mana ergashadigan bo'lib kelib maslahatlar so'rayapti. Shunaqangi joylarni olib yerlar ochib obod qilsak bo'ladimi? Qanaqangi muammolar bor bu ishlar mobaynida deb murojaatlar ko'p bo'lyapti. Qo'limizdan kelgan maslahatimizni berib, yo'l yo'rg'ini ko'rsatib ketyapmiz. Endi o'zimiz ham hali unaqaja kuchayib ketganimiz yo'q. Bizda ham muammolar yetarli. Yantoqlar bilan kurashyapmiz, tinimsiz, tikon, sho'r bilan kurashyapmiz. Guvohi bo'lganingizdek, 4 gektardan oshiq yer maydonining bir qismida bog' tashkil qilingan, qolgan bir qismida esa poliz ekinlari ekilgan. Bundan tashqari tadbirkor parrandachilik bilan ham shug'ullanadi. Bu yerda katta zovur borligi sababli baliqchilik faoliyati ham yo'lga qo'yilgan.
Tabiiyki, zovur atrofini yantoqlar bosib ketadi. Unga qarshi kurashish uchun esa tadbirkorimiz 2 bosh tuya ham boqmoqda. Tikon juda ko'pda, endi yantoqli tomiri juda uzoq ketganligi hisobiga yo'qotish rosa qiyin ekanda tozalash. Mol chorvalarimiz endi yemasa ekan tikon. Keyin o'ylanib tuya oldik. Avval bitta tuya olib boqib ko'rdik. Rostdan ham shu yantoq yeydimi, tozalaydimi? Yo'q, yaxshi ekan. Keyin ikkinchisini oldik. Sekin-sekin ko'paytirib boryapmiz. Shu yantoq bilan ham tuyalar bilan birga kurashyapmiz. Tabiiy kurash deyiladi buni. Chorva yo'nalishiga ham sekin kirdik. Bola chaqa ro'zg'or uchun avval bitta ikkita sigir qilib ko'rdik. Uni ham daromadini ko'rib bilganimizdan keyin mana endi ko'paytirdik. Shartnoma asosida olayotganimizda shu parandachilikka ham ijara shartnoma tuzilgandi. Shartnoma shartlarini bajarish maqsadida parranda boshlab ko'rdik. Parranda ham haligi muhitga rosa tushdi, suv bor, yer, maydon bor, yaylovlar borligini hisobiga. Parrandani ham kengaytirdik. Bu asalarichilikka keladigan bo'lsak, shuncha endi daraxtlar ekilgandan keyin har yil bahorda gullaydi. Changlanish yaxshi bo'ladi, qo'shimcha daromad bo'ladi. Oilamiz, xalqimiz dasturxoniga asal mahsuloti yetkazamiz degan maqsadda asalarichilik biznesini ham boshladik. Endi yangimiz ustoz ko'rmagan shogird degandek, boshda rosa talandik. Harini ham o'rganishga ancha sabr, mashaqqat kerak ekanda. Daraxt ekkan bog'larimiz qator oralaridan unumli foydalanish uchun bo'sh turmasin yerlarimiz deb dehqonchilik qilishga ham o'tdik bog' orasiga. Hozirgi kunda qovun, tarvuz, baqlajon, balgar, pomidor ekib foydalanib kelyapmiz. Oilamizga qo'shimcha daromadda. Dala bo'lgandan keyin xarajatlari ko'p bo'ladi. Endi ayniqsa yangi nihollar ekish jarayoningizda, yerda ochish jarayonlarida xarajatlarimizni qisman qoplash, oilamizni iqtisodiy sharoitini yaxshilash maqsadida qo'shimcha daromadlarni qilib kelyapmiz. Zamonaviy tilda aytganda driver loyihalar deyilar ekan. Shu driver loyihalar bir biznes tarmog'ida 7 tadan oshiq tarmoqqa ko'paytirish. Shuni harakatidamiz. Mana 7 ta qildik, endi yanada kengaytirib xalqimizga, farzandlarimizga, oilamizga ko'proq naf keltirish maqsadida harakat qilib kelyapmiz. yilgacha bu dalalarda faqat quyosh panellari orqali elektr energiyasidan foydalanib kelayotgandik. Yerlarimizda sug'orish ozgina muammolik, chunki ariqlardan suv yurmaydi-da bu yerga. Faqat zovurda zax sizob suvlardan foydalansa bo'ladi. Endi uni faqat nasoslar orqali tortish kerak. Nasoslarimiz benzinda ishlagani bilan kunda issiq vaqtida, tush vaqtlarida motorlar qizib ketadi-da, erib ketadi. Yer maydon kattaligini hisobiga motorlar tinimsiz ishlaydi-da. Faqat salqinda sug'oraman deganingiz bilan vaqt yetmay qoladi unda. Obedda ham ishlashga to'g'ri keladi. Shu tomonlama motorlar erib ozgina qiynalganimizda 2026-yil bu yil bahorda, aprel oyida tuman hokimimiz tashrif buyurdilar. Qilgan mehnatlarimiz, mashaqqatlarimizni ko'rib, amaliy yordam ko'rsatib, elektr energiyasini tortib berdilar. Shunga kattakon rahmat. Endi elektr nasoslar, gulvin nasoslar, suv ostida ishlaydigan nasoslarni qo'yib, mehnatimiz, mashaqqatimiz ancha kamaydi desak ham bo'ladi.
sekin sekin o'zgarishlar bo'lyapti, yangiliklar bo'lyapti. Tuman hokimligimiz tashrifidan keyin ajratib yana yerlar qo'shib berdi, obod qilish uchun, yashil makonlar yaratish uchun. Asta sekin ularni ham mana migrativ ahvolini yaxshilab, yerga madaniyat olib kirib, begona o'tlardan tozalab, ekinga tayyorlayapmiz. Kuz faslida bu ko'rib turgan yerlaringiz anor ekamiz. Anor hozirgi kunda eksportbop, talab kuchli bo'lgan meva mahsulotlaridan biri bo'lganligi hisobiga anor ekish qaroriga keldik. Ham yerimizda migrativ ahvoli ham shu anorga mos, sizob suvlar yaqin, zaxligi bor, ozgina sho'rligi ham bor. Bunaqangi muhitga shu anor yaxshi moslashganini hisobiga shu anor ekamiz deb qaror qilib shuni harakatida yuribmiz. Hozir ham 120 tup anor ekkanmiz. 2 yashar bo'ldi anorlarimiz hosilga kirdi. Bu yil xudo xolasa bozorga chiqarish maqsadimiz bor. Shaftolilar 2 yashar shaftolilarimiz bor. Big Ben shaftolisi va anjir shaftoli ekkanmiz. Bu yil mana 2 yashar hosilga kirdi. Ham xudo xolasa xalqimiz dasturxoniga tortiq qilamiz. Bu tomonda Pink Lady olmalarini ekkanmiz 550 tup. Bu yil 3-yoshga to'lyapti. Intensiv shu polkarlik sortidan. Ular ham hosilga endi kirdi. Endi xirmon ko'taradigan vaqtga yetib keldik. Mashaqqatlarimizni mevasini ko'radigan vaqt endi keldi-da. Mana shu ko'rib turgan joylaringda yil 12 oy shetamiz. Yanagi yil, undan keyingi yillarga oilamizni kuchi yetsa ham vaqt yetmay qoladi-da. O'shaning uchun kelgusi yilga qo'shimcha ish o'rinlari yaratamiz deb maqsad qilib harakat qilib kelyapmiz. Biz aholi yashash punktidan ancha uzoqda bo'lganimiz hisobiga bu yerda ham o'zini tabiati bor-da. Yovvoyi hayvonlar bor, tulki, chiya bo'ri, mana zovurlarda ko'rgan bo'lsalaring, andatra, nutralar bor. Foydalanayotgan parrandalarimizga hujumlar qilib turadi vaqtida. Unga ham chidash kerak ekanda, endi shunaqada tabiatda hamma narsa yashash kerak-ku. Kelishib yashayapmiz. Aytayapmiz ularga bir haftaga bitta yeylar deymiz. Baliqlarimizga ham kalxatlar, qirg'iylar serob. Shular hujum qiladi. Shu qolgani bizniki ekanda endi. Xo'jayinim, o'g'lim, kelinim hammamiz shu yerda kuchimiz yetgancha ishlarni bo'lib olib, hamma o'zini kuchi yetgancha ish qiladi. Menga endi mana bularga choy nonini qarash, ovqatlarni qilib turaman. Yonimda shu yaqin bo'lgani uchun tovuq o'rdaklarga qarayman. 2 mahallab don beraman, sug'oraman, ochaman, yopaman, qamayman. Bu yerda qishloqdan sal uzoq bo'lganim uchun yovvoyi hayvonlar ham ko'p, ularni yeb ketib qolishi uchun asrab avaylab turamiz. 200 tacha tovuqimiz bor. Shularni endi boqamiz. O'rdaklarimiz ham bor. 20-30 ta o'rdagimiz bor. Ular bahordan boqib mana hozir jo'ja ochishni boshlashdi. 2-3 tasi jo'ja ochib chiqaryapti. Baliqxonamiz bor uchun, baliqqa qaraganimiz uchun endi keyin bitta baliqqa qarab o'tirmaylik, yonida shularni ham qilaylik deb tovuq o'rdaklarni qilishga harakat qildik. Mana yaxshi, natijasi yaxshi boqyapmiz.
Mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Unutmang, haqiqiy muvaffaqiyatning siri tinimsiz mehnat qilishda. Mehnat qilishda esa hormang deb siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling.